أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun Sura Ali İmron'ninki 56-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda biz İsa alayhissalomning voqealigi haqida ketib o'tib, bu yo'lning ikkiga ayrilganligi, bu yo'lga ergishadigan yoki bu yo'lni inkor qiladigan kishilar işkellikki Allah'ın kıyamet günüsü bular hakkında hüküm çıkarıp kimning haq, kimning nahaq bu haqda ayırıydıqanlığını ahırlaştırgan. Bugünkü ayetimizde şu iki xil birisi küfür yolunu tanlaganlar, yani birisi bu yolunu özünün hayat menheci qilib tanlaganlar bulup bu ikisi haqida ayrım tafsiri mazmunlarga keldik. Allah 56-oyatda shunda davotida estağfirullah. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Yani küffarlar, yani bu yolunu inkar qilganlar, bu yolunu hayat manheci qilmaganlarga dünya ve ahirette qattiq azab bilan azaplayma, ularga hech yordam qiluvchi bo'lmaydi. Yani diqqat qilsanglar ayet ikki yo'lninki küffarlar bilan boshlanadi. Mu'minlarning gapini qilmadi. Nima? Çünkü mu'minlar tamamen bunun oxirgi natijasining qanday bo'lganligini biladi. Bu degan muhim masala küffarlarga mushuni deyish, bularga tahdid selish, bu yana oqut orqali ularni ogohlantirish. Chunki mu'minlar o'zining iymoni bilan, mu'min bo'lish sifati bilan bu yo'lning xarakterini biladi. O'zining dunyo va oxiratda qanday mukofotlarga erishadiganligini biladi. Bu nuqtadan yani. An oyatda yana bir diqqatni tortadigan nuqta, bu azapda dünya ve ahiret deb ikki xil qaytning kelganligi. Bu şu demekki, küffarlarninki dunyoda tatgan ba'zi xafalıqlari, ba'zi Allah subhanahu va taala tarafdan kelgan har xil yo'llar bilan, ba'zida mu'minlarning qo'li bilan, ba'zida tabiiy ofat shaklida, u yoki bu shaklda bularning azoblanganligi bularni qiyomat kunisidagi jazodan saqlab qolinmaydi. Ya'ni dunyodagi azob ba'zida mu'minlarga yetadi. Ba'zida mu'minlar dunyoda ba'zi xafalıqlarga uchraydi. Şuna küffarlar dunyoda azoblangandan boshqa oxiratda azoblanadi. Bu demek şu ki küffarlarning azobi dunyodan bo'ladi va oxiratda bo'ladi. Ondan oyatdagi bir ifoda azaban shadiden qattiq azob bir ifodasi bor. Bu nuqtani tushundirish uchun bir misollanish to'g'ri keladi. Valillahil masalul a'la. Allah hech qanday bir o'xshash bo'lishdan xoli, Allohga hech narsa o'xshamaydi, ammo masalani texmi izohlashdan ba'zi misollar o'timiz darslarimizda davomli qilib kelganimizdek, masalan bir kichik bola birovga zarar yetkazib, buni azoblamoqchi bo'lsa, qanchalik azoblaydi? Yoshda sal cho'ngroq bo'lgan, o'tir yoshdagi bir yigit qanchalik azoblaydi? Ya'ni odamga, shu azoblovchiga qarab turib, insonlar o'tirisidagi ba'zi narsalarning ta'sir kuchi, o'zining kuchini ko'rsatadi-ya. Endi ma'za Allah subhanahu va taoladan kelgan azobi bir, Allohningki kuch qudrati nuqtasini o'ylagan vaqtida azobning qanchalik bo'lganligini, biz qattiq bo'lganligini o'ylab yetishimiz yiroq emas. Bu bir. Ikkinchisi, Allohning o'zi bu azobni qattiq azob deb tasvirladiki, buni hech kim tasavvur qila olmaydi. Dunyoda kim kimlarni azoblagan, kim kimlarga yetkazgan zarar aslo va aslo buni bizning qalbimizda tasavvur qilishimizga yordam bermaydi. Ondan keyingi 57-oyatda qarindoshlar, mu'minlarning, ya'ni bu yo'lni tanlagan kishilarningki ahvoli to'g'riliq so'zlab Davudda astag'firullah va ammallazina amanu va amilus solihati fayuwaffihim ujurahum vallohu la yuhibbuz zolimin. Ammo mu'minlar va o'zining iymon taqozosi bilan yaxshi ishlarni qilganlar, ularning ajrini Alloh subhanahu va taolo to'liq beradi. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Endi tabiiyki küffarlar azob doğan ekan, tam bularning aksi yo'l tutmagan mu'minlar mangulik ne'matga yetishi bu aniq. Zalika natluhu alayka minal ayati va zikril hakim. 58-oyatda oyatda ana ash yuqoridagilar, yuqorqi voqealiklar biz sana buni tilovat qilib beryapmiz. Bular hammasi Alloh subhanahu va taolaning dalil pakitlari, oyatlari va hakim bo'lgan zikridir.
Endi oyatda shula zalika degan ishorat biz yuqorida so'zlab o'tgan Imronning ayolining voqealiklari, Maryamning voqealiklari, Zakariya, Yahya, Isa alayhissalatu vassalamlarningki voqealiklari. Bularning hammasi bir voqealik, bir qissa sifatida bizga bayon qilindi. Chunki bu normal ahvollar emas, yuqoridagi ahvollar. Ya'ni dunyoningki normal inson yashaydigan bir hayot qonuniyati va bundan halqagan bir shakldagi ahvollar hammasi. Masalan, Maryam alayhissalomningki anasining ahvoli, Imronning ayolining ahvoli, o'zining hamile vaqtida o'zining hamilisini Baytul Muqaddasga nazr qilganligi, buni kutgundan dal aksi bir şekilde kız tug'ilganligi, bu qizlarning odatdagi qizlar olmaydiganligi, aniki Maryam alayhissalom va Zakariya alayhissalomningki kepil olganligi, uning qashig'iga kelib, uning qashida normalda tepilmaydigan naznimanni ko'rganlik, Maryam alayhissalomning eslatganligi, Zakariya alayhissalomdan chiqib bu eslatmaning natijasi duo qilganligi, qirib qolgan, yashinib qolgan va ayolda tug'mas bo'lgan bir insonga Alloh duoini ijobat qilib bir o'g'ilning berganligi qatorliq. Undan keyin Maryam alayhissalomningki ersiz holatda Isa alayhissalomni tuqqanligi, yangiganligi. Bu yuqorida bayon qilingan ahvolning hammasi bu normal ahvollar emas. Minal ayat, Allohning borlik, birlik, qudratini ifodalaydigan oyatlarning qatoridan, dalil pokitlarning qatoridan, ajoyibotlarning qatoridan. Endi mushularning hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga Qur'on orqali bayon qilindi. Va zikrul hakimki bu Qur'on bu bizga bayon qilinayotgan narsalar. Buning na oldi, na keyinda hech qanday botil kelmaydi. Ya'ni bu masala Alloh subhanahu va taoloning xabari sifatida bizga hikoya qilindi. O'z vaqtidagi mushu voqealik bayon qilingan davrda yashagan, o'z ko'zi bilan ko'rgan, bu voqealik bilan birga yashagan bizga Qur'on orqali qanaqildi keldi. Endi qarindoshlar, oyatning oldi keyiniga, ilgirki darslarimizga diqqat qilgan bo'lsanglar, biz İsa alayhissalatu vassalamningki voqealigida bakroq to'xtalyapmiz. İsa alayhissalomning voqealigida bakroq to'xtalyapmiz. Bu masala bu kadar ko'p to'xtalishimizning sababi bu masala haqida. İsa alayhissalatu vassalamningki voqealigidagi ba'zi Allohning mo'jizalarini, normal qonuniyatdan sirtqa ahvollarni Hristiyanlar o'zini İsa alayhissalomning ergashkichlar deb da'vo qilgan kishilar tutib olib turib, masalani burmulayotgan bir ahvollar bor. Bilamiz, İsa alayhissalatu vassalam Yahudi dini hokim bo'lgan bir vaqtda tug'ilgan, Yahudi dini muhitida o'sib yetilgan. Ammo bilamiz, Yahudi dini o'zgartirilgan shu kishilar tomonidan. Bunun ruhiy tarafi butunlay yo'qtilib, faqat hamma narsani moddiy o'ylaydigan bir muhitga kelib qolganligini hammalar bilamiz. Ta ruhiy taraf, iymon, g'ayb degan narsalar oddiy narsalar bo'ldi qolmoqliq. Hisobda bular moddizchim deb o'ylasak bo'ldi. Qur'oni Karimda buning bu taraflarini ilgirki darslarimizda jiqtab o'tdik. Bayon qilindi masalan Sura Baqaraning 55-oyatda ve qultum ya Musa lan nu'min laka hatta narallaha jahratan. Allohni oshkora ko'rmaguncha biz iymon etmaymiz ey Musa dedan deb Qur'on buni bayon qilyapti. Bular Alloh subhanahu va taoloning kamolatining, jalolining g'ayb ekanligiga diqqat qilmadi bular. Allohni ko'rsa kutdi deydi bular. Endi Alloh subhanahu va taoloni ko'rdimi deyli masalan yana kelib chiqadi. Chunki insonga yarasha inson anglay oladigan bir ovoz bilan bularga so'zlaydi Alloh subhanahu va taolo so'zlash to'g'ri kelib qolsa, agar Alloh ko'rilish to'g'ri kelib qolsa, tabiiyki Allohni ko'zlar ko'rolmaydi, u mumkin emas dunyoda. Ammo ko'rilish to'g'ri kelib qolsa, bular ko'radigan bir shaklda ko'rilish kerak. Shunda bo'lgandan keyin meni bular ikkinchi bir fitnaga yutadi. Allohni o'zi ko'rgan doirada tasavvur qiladi, ma'lum yerda bu yerda degandek. Musulmonlar yana masal chiqdi. Alloh subhanahu va taolo bular chiqaradigan o masalalarning hammasini munazzah. Alloh subhanahu va taoloni biz ko'zlan bu dunyoda ko'rmaymiz, ammo Allohningki koinotdagi ajoyibotlarini, qudratlarini, shifotlarini qadar qilib ko'ramiz. Allohningki g'ayb bo'lganlik, Allohning mukammallik, jalolining sifatining qatorida. Lekin yahudlar masalaning hammani hissiy tarafga ko'tarib olgan bo'lg'achqa, zodi hamma narsa hissiy usulda degan bir nuqtaga merkezleşib olg'achqa, hatto bular bayovanda ezib ketib yashayotgan davrda Alloh subhanahu va taolo bularga yaxshilik qilib, har kuni
Üzü gidadigan, taranjim bilan üzü gidadigan buduni go'shtlarini Alloh ularga rizq bergan. Buning moddiy tarafda shunchalik ishlanib ketdiki, masalan, hamma shu nuqtadan o'ylaydi-ku, bular nima qildi? Ya bu o'zligidan keladigan bu yemeklik kunlarga to'xtab qolsin. Yani her meselenin maddi şekilde oylagan bo'lg'achqa va zodi biz buning aytiligiga kapolatlik qilmasa qolmaydi. O'g'illigiga kapolatlik qilmasa qolmaydi. To'xtab qolsa qanday qilamiz? Deydigan bir tuyg'u bilan Musa alayhisalomga nima dedi? Qarshi chiqdi bu ahvolga. Tayinli kelayotgan narsaga qarshi chiqadi. Kunlik hayotimizda bizda mushray bu ahvollar. Bunu biz ilgili derslerde 61. Sura Bakara'nın 61. ayetinde bayan kılgan. Ve iz kultum ya Musa len nasbir ala ta'amin vahid. Degan ayetinin ahirigacha Musa alayhisalomga biz bu bir xil tamoqqa biz chidayolmadik. Kun yaramliq bu tamoqni biz bunda o'zimiz terib yesak o'tdimda. Basak, po'choq, samsoq degandek naslni yesak o'tdi deb ma shaklda bir talep kılgan. Yani bular biz üzümüz krep adetlengen tamakni yesak o'tdi. Ma tamakni etlikimizga kapolatlik qiladigan şekilde hazırlasak o'tdi. Biz bu özligini kip qiladigan bu qo'sh, bu taranjimaga toza xotirjam bilanmidi. Atkamay qolsa qanday qilamiz masalan? Ati tushmay qolsa qanday qilamiz masalan? Deydigan bir g'ayib nuqtasida bular favqulodda ojiz. G'ayib babida favqulodda ojiz. Yani o'zining butun ahvollarini moddiy nuqtaga qanday qo'ygan bağlavagan. Endi nima uchun biz bu tafsilotlarga keldik? İsa alayhisalom mashta bir muhitda maydonga kelgan payg'ambar. Bularning butun ideyasi, tasavvuri, tafakkuri moddiy nuqtaga har ish sabab va natija mush ikki xil qonunlar bilan mang'udi, undan keynida bir kuch yo'q degandek bir muhit buni qoplagan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo İsa alayhisalomni dünya kanuniyetinden halkıgan bir şekilde evetiş arkalık buladaki aş tasavvurunu tüpiltizini yok kılmakçı da. Sonra İsa Aleyhisselam dadısız doğuldu. Lakin bunundan üzdeki asli bir buluvatkan kemçillik ya ki üzdeki aslideki oğuşluk tegişlik taraflarına oğuşmazdı. Yeni bir tarafını çatak çıkardı. O olsun ne modese dadısız kelgeyken İsa Aleyhisselam'ınki dünyaya keltiriliş vakaliklerinde Allah Meryem Aleyhisselam'a püyle de deydiğim bir ibaret var çok. Can kirgüzüş ifadelerini kamışına keplam. Hemen dadısız doğulğanlık yine. Ama Allah püyle bunu can kirgüzü boğandıkken Allah'ın oğlu bu deyip koptemdi. Ma taraftan götürüp çıktı. Mesela ne? Biz bunlardan soraş doğru kelse neymi üçün? İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın balası değilse, ilah değilse bu deydi ki anısı var. Dadısı yok. Müşterep Allah bunun canını Allah bir vasıta ki güzganda olgan degen Allah da bu bala ne olsun billah. Sual koyumuz da bulağın bunda olsa. Siz bunu tutup lan bu bitnige bu azgınlığa düşken olsanız sizden sorup bakaydı. Adem Aleyhisselam'cı. Sizlerden itiraf kılısınız. Adem Aleyhisselam'dan annesiz dadısız yaratılar. Adem Aleyhisselam'ın da insan da olsa. Adem Aleyhisselam'ın meselesi İsa Aleyhisselam'ın bekrakçı o. İsa Aleyhisselam'ın hiç olmasa anısı var. Dadısı yok. Adem Aleyhisselam'ın ne anısı yok ne dadısı yok. Adem Aleyhisselam hatta Allah canını nefehe diye ibaretler okşaş İsa Aleyhisselam'ın ilişkisinden keltirilgen ifadelengen sözü. Püyledi diye ibaretler can güzgellik ifadesi var. Sonra Hacer'in ki 28-29. ayetine kararsanız şu yerde فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُمْ فِيهِ مِنْ رُوحِي ben ruhumdan onu füyledim de okşaş can gözüm diye ifade. İkisinden ne farkı var ki? İsa Aleyhisselam'a kirgizgen Allah öz ruhunu kirgizgen şu can Adem Aleyhisselam'a kirgizilgen. Acaba tarihten bu yan Adem Aleyhisselam tavası yakamayısla Adem Aleyhisselam'ın ilahının balısı demişle ilah demişle hem de İsa Aleyhisselam şundan kepe olunca size meselenin icabi tarafını tutmayla ekep lan bunu ilahının balısı ilahının oğlu ya ki ilah diye şüphini kütürüp çıkışanlar bu mentiğe uygun emezde. Bular şakkıda yeni bir yere götkülüdür. Neydi o? Ya ama İsa Aleyhisselam ölükünü türgüz demez mi o? Tamam. Onu aşı noktada tuturup size ölükünü türgüz dediği noktada tuturup eğer ilah ya ki ilahının balısı ya da aşı noktada kalsa İbrahim Aleyhisselam var. Acaba İbrahim Aleyhisselam ne demiş ilah demeyizler? Sura Bakara'nın 260. ayeti bunu mu okup boğan deriz kardeşler? İbrahim Aleyhisselam'ın ki ve iz kâle İbrahimu Rabbi arini keyfe tuhil mevta. Ey Rabbim
Mana ölüklerini qanda tirildirdiganligini ko'rsatib qo'ysang degan bir oyat bor. Allah subhanahu va taolo İbrahim alayhisolamni shu vaqtda 4 qushni akilib, birisi-birini o'ldirib, aralashtirib, 4 dona taqqa qana qilib tashlab, demak chechib etmoqchi unalar. Normalda tasavvurimizda bir yiqilmaydigan daraja holatiga akilib o'tib, chaqag'in keldi, chaqadi keldi. Demak İbrahim alayhisolam İsa alayhisolamdan bekroq bir mo'jiza mesela İsa alayhisolam normal ilib qolgan odamni duo qilib Allohning izidan tirildirgan bo'lsa, mana 4 dona shu chanab, o'ldirilib, aralashtirilib, chechib etgan qushlarni kelinglar deb baqirib qo'yguncha, chaqirib qo'yguncha keldi. Demak İbrahim alayhisolamninkida taxmin cho'ng bu masala. Agar İsa alayhisolamni o'likni turgizdi, shunga iloh deymiz deyishi to'g'ri kelsa, İbrahim alayhisolamni nima deyish to'g'ri keladi? Acaba İbrahim alayhisolatu vasallamni nima demaslar? Musa alayhisolamga qarab baqinglar, menga bilasizlar Musa alayhisolamning tarixini. Musa alayhisolamning qo'lida bir xos tayoq bor. Shuni tashlasam, yilon o'zgaraydi. Ya'ni jonsiz narsaga jon kiradi. Acaba Musa alayhisolam bilan bu xil gapni qilmaysizlar. Musa alayhisolamni Allohning o'g'li demaysizlar, Musa alayhisolamni iloh demaysizlar. Nima İsa alayhisolamni deysizlar? Bularning mana bir gapi bor-ku. İsa alayhisolatu vasallamni Allohning insonga eng yaqin shaklda ko'rilish uchun inson shaklidagi tajallisi deydigan bir gapi bor İsa alayhisolamni. Yani İsa alayhisolam iloh. Yani Allohning inson shaklida ko'rilishi. Nauzubillah. Agar mushu masala haqida ta'assublik qilmasdan haqiqiy ilmiy shaklda paranglish to'g'ri kelib qolsa, biz bir savolni qo'yamiz deb yerda. İsa alayhisolatu vasallam bu vaqtidan 30 necha yosh vaqtgacha bir qancha davrni beshini o'tkazdi. İsa alayhisolom siz degandek ilohning inson shaklidagi ko'rilishi deyish to'g'ri kelib qolsa, qaysi holati ila Allohga vakillik qiladi? Nauzubillah. Bu holatimi, bolalik holatimi, o'tira yosh holatimi yoki oxirgi vaqtlarmi? Yapaqlar qani. Qaysi holati ilohni bizga ilohning tajalli qilgan surat holati. Agar hamma holati desanglar, bu o'zgarishchan bir holat bo'ladi. Bu vaqtda hech qanday iloh bo'lish salohiyatiga erishmaydi bu vaqtda. Chunki iloh o'zgarmaydi. Bu aniq. Agar yosh holati, qari holati emas, ya qari holati, yosh holati emas, bu holatlarda yana masala chiqadi. Agar yosh holatida, masalan 30 yoshlik holatdagi ilohni tamsil qilsanglar, bu holati nima? Bu holatni tamsil qilsanglar, 30 yoshlik holatlar nima? Hamma holatni tamsil qilsanglar, bu bir o'zgarishchan holat. Iloh degan o'zgaradi. Undan boshqa yana İsa alayhisolam dunyoga kelishdan ilgari necha ming yillar davrini boshdan kechirdi insoniyat. İsa alayhisolam ketgandan keyin 2000 yil atrofida bo'ldi. 2000 yil atrofida yashayotdi insonlar. Acaba Alloh necha million yillar balki o'zini insonlarga tajalli qilmay ko'rsatmay va hozirga qadar 2000 yillik o'zini insonlarga tajalli qilmay ko'rsatmay faqat İsa alayhisolam yashagan 30 yil atrofida o'zini tajalli qilishi bu bir aqlga sig'am, ya'ni bu bir insonlarga bo'lgan adolatligiga to'g'ri keladi masalan Alloh subhanahu va taoloning. Ya'ni 30 yillarimizni ko'rsatish dunyoga. Bu aql normal mantiqa qabul qilmaydi-da. Undan keyin yana xristianlarningki İsa alayhisolatu vasallam esildi deydigan bir nimasi bor, gapi bor. Tabii bunun hamda biz özür bersak buludu. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu haqda Sure Nisa'nınki 157. ayette ve kavlihim inna qatalnal Mesiha İsa ibn Meryem Resulullah ve ma qataluhu ve ma salabuhu velakin şubbiha lahum. İsa alayhisolamning şekilde başka birisi ko'rsatilgan bo'lg'achqa tamam. Bular shu vaqtda İsa alayhisolamni asliq o'ltiryapti deb o'ylashi mumkin. Bularning hech qanday bu haqda ma'lumot yo'q. Yani bu oyatda hamda bular özür bergandek öldürüldü yoki esildi degan nuqtada özür bergandek bir mazmun chiqyapti. Ammo bu yerda aniq shuni deyotdiki Qur'on, nima deyotdi? Yo'q. Bu faqat sizning ko'zingizga mana kurandi. Shu bihalako masalan ular uni o'ldirilmagan, ular uni qanaqlanmagan, asanmagan. Tamam, agar mushu gapining o'zini tutib turdi, o'ltadi yoki astoq degan gapini akasakmi, ya'ni İsa alayhisolamni iloh degan nazariyatga zid keladi.
Öldürülmedi tabi, esilmedi tabi ama ma'qul şunun gipiga barayli, öldürüldü, esildi degan gipiga borib qolsak, uning iloh yoki ilohning o'g'li degan gipiga zid keladi. Bir iloh, bir mahluqlar tarafidan esitilinishi, öldürilishi, uningga taqobil tura olmasligi acaba mumkinmi acaba? İsa alayhissalom esilmedi. Allah subhanahu va taolo uni o'z karamiga oldi, hurmatladi. Demek İslam nima degan vaqtimizda, bu yo'l nima degan vaqtimizda ilgirki ummatlarga tushirilgan samoviy kitoblar va ilgirki payg'ambarlar olib kelgan dinninki o'zgarib ketgan, insonlar almashtirib o'tgan, aralashtirib o'tgan boshqa buzuq aqidalar bilan taraflarini qanaqa qilish, pokizlashni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni va Qur'onni qanaqa qildi, avatdi. Undan keyin masalan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın zamanısına qaraganimizda mesela kishilar normalda mushu aqida masalasida bir munozara chiqadi, masal chiqadi. Mesela mayli musulmonlar, xristianlar, yahudlar masalasi. Ama hammalarning o'rtaq bir nuqtasi bor. Alloh subhanahu va taolo bir ma'budga ibodat qilish. Mesela Necran xristianlar Rasulullohning qishig'iga keldi, Rasululloh bilan kurashdi Madinada. Bu xristianlarning Yahudlar bilan bir munozarasi bor, o'z oldiga bo'ladigan. Bular Rasululloh bilan qana qildi, kurashdi. Buna bayat Yahudlar bilan bo'lgan bir munozara dedim ya, 3 firqaning hammasining birisi bilan bilgan munozarasi bor. Xristianlarning Yahudlar bilan, xristianlarning musulmonlar bilan, musulmonlarning Yahudlar bilan, undan keyin xristian Yahud birlashib musulmonlar bilan mashakilda qilgan bir munozarasi bor. Yahudlar bilan xristianlarning o'tiridagi munozara asosliq manbasi nima desa, buni Sura Baqaraning 113-oyat bayon qilib biz buni ilk darslikda bo'lgan. Va qalatil yahudu laysat nasara ala shay va qalatil nasara laysat al yahudu ala shay. Xristianlarning Yahudlarni faqat e'tirof qilmasligi, Yahudlarning xristianlarni faqat qana qilmasligi, e'tirof qilmasligi. Yahudlar deydi İbrahim alayhisalom Yahudi deydi. Xristianlar yo'q, İbrahim alayhisalom degan kim o? Xristian deydi. Ama Hristiyanlardan Peygamber Aleyhisselam'dan oturduk münazara çoğu neymi o dese, del mesele İsa Aleyhisselam meselesi. Allah Subhanahu ve Teala bu meseleni bitiraqamakçı. Şu okuatkan ayetlerimizde, ilgirki derslerimizde ve bundan keyinki derslerimizde. Şu Medine'ye kelgan vaqtda, hele Necran'dan Hristiyanlar Resulullah bilan paranglashqili kelgan vaqtida, bularning ichida nurg'un mashhur katılar var. Ondan keyin poplar var da bularninki. Resulullah bular dediki İsa to'g'risida nima deysizlar? Bular Allohning o'g'lidir. Payg'ambar dediki İsa o'zi men Allohning bandasi degan. İsa degan Allohning bandasi, Allohning elchisi, Allohning kalimasi. Allah bu kalimani Maryam alayhisalomga tushirgan. Hammasi g'azablanib Rasulullohning deydi. Acaba bundan ilgari dadisiz tug'ilgan inson ko'rganmisan sen? Nimda bu ilohni akilib bir banda deysa, dadisiz ko'rgan odamdan bilan ko'rgan bo'lsang depra bizga deb davoliy qo'ydi-da. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo 59-oyatda bu oyatni tushadiki, biz bayatni davom qilgan gapning xulosasi shu: "Inna masala Isa indallohi kamasal Adam." İsa alayhisalom masalasi Adam alayhisalom masalasiga o'xshaydi. Alloh uni tuproqdan yaratdi, bo'ldi deydi. Tahi Adem Aleyhisselam'ın meselesi İsa Aleyhisselam'ın bekrak. Eğer İsa Aleyhisselam'ın dadısız tug'ildi deb iloh deyishdan o'tib qolsa, Adem Aleyhisselam'dan danlan vaqtda. Şu vaqalikda mayat tushdi. Payg'ambar alayhisalom men to'g'riliq nima deysizlar? Men Allohning rasuli, bu ummatning payg'ambariman bular. Bu haqda aytib baramish baqayli. Rasululloh imonga chaqirdi unimi? Allah subhanahu wa ta'ala bu meselelerini başka ayetten bayan kılıyor. Sura Saba'nınki ayetlerinde ve inna ev iyyakum la'ala hudan ev fi dalalim mubin. Bu yolla, bu detalaş kılınatkan, münazaklanatkan yolunun çokum bir taraf hidayet üstte, yani bir taraf ne buludu? Azgınlık üstü buludu. Demişka, mesela zid işki mesela bir yere kilenmeydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu vaxtıda, yukarıki bayan, birinci ahvalı bayan kıldık, ilgili derste edin tatip. Resulullah'ın kışkı kelgen Necran Hristiyanlarla münazıklarının gibine öttük. Andaki bu meselede Hristiyanlarla Yahudlarla ortak Resulullah'ın kışkılan var Medine'de. Bular münazıklık bir tarafını da öttük. En ahırda muşu ayetler ve ondan başka mezmullar Resulullah'ın buluğu diyen gepleri bunu kanaat kıldıranmağından kiyin
Rasululloh kesin hal qilish chorasidan birini o'tirib qo'ydi. Nima dedi? Tamam. Sizlar agar buni olib kelmasanglar, ayollaringni chaqiringlar, bolalaringni chaqiringlar, hammadan to'planinglar. Kimning yo'li haq, kimning yo'li batil, kim hidoyat ustida, kim dalolat ustida Allohga sig'inib turib la'nat qilishinglar. Agar sizlar qalbingizdan o'zingizning yo'lni haq deb qarasanglar, qalbingizdan bizni e'tirof qilmasanglar, mishaga qo'rqmay kelinglar. degan bir shaklda bularni qana qildi, la'natga chaqirdi. Bu shuningdan keyin ham bular o'zining asli qiyofatini oshkorladi, chunki qalbida payg'ambar e'tirof qildi. Qalbida Isa alayhisolamning Allohning o'g'li emas ekanligini, Allohning bandasi elchisi ekanligini bular e'tirof qildi. Iloh emas ekanligini e'tirof qildi. Mushu nuqtaga bular kelinmaydi. Bu mazmunlarning hammasi inshaalloh kelar soatlik darsimizda bo'lgan vaqt munosabati bilan o'sha to'xtaymiz. 60-chi, 61-chi va undan keyingi oyatlarda buning davomini bayon qilamiz. Shu ahli kitobni la'natga chaqirgan, la'natlashish bisiga eng negizlikga kelganligini ifodalaydi ma'noda. Ya'ni bular dalil pak tugdi bular qo'yadigan. Ammo bular yana shu topda o'nimidi. Men Allohning rasuli desa, yo'q o'ynab boqadi. Bu iymonga kiringlar, yo'q. Bo'lmasa biz nurg'un darsimiz, da'vatimiz butun payg'ambarlarning yo'llariga o'xshash. Islom hozirgi biz xristian dini, biz xristian da'vatgan, mushul da'vo qilayotgan asli Isa alayhisalom Alloh tomonidan tushirilgan xristian dini, Musa alayhisalom olib kelgan yahudiyat, Odam alayhisalom bütün payg'ambarlarning dini tamamen o'xshash. Makan, zaman shoitlar ba'zi ahkomlarda farq bo'lgan bilan. Boshqa mazmun mushak oxirlashdi qilinglar. Kelar soatlik darsda kurashgan qadar hammani Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.